Sizlarni ketib tepib namoz chiqarib chiqmasa, o'zlarini bilib chiqmaysizlar. Oldinga tush. Eski do'stlar Eski do'stlar Yo'qajir. Mana ular ko'ryapsizlarmi? Bolalar, nechinchi yilsizlar? 2015. Ye, daji kecha tuxumdan chiqqan 2015 da o'tiribdi. Bizlar qachon o'tiramiz? Qachon o'tiramiz? O't, 2 kunga o't, master klass, o'tir. Churaqalar, bizlar ham sizlarga o'xshamanday o'tirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'rgatinglar-da. Ma, yoz 2 kunga. Endi birinchi o'rindan xotindan qo'rqmaslik kerak. Yozinglar, ayniqsa senga taalluqli bo'ladi. Yap. Kesimdoshlar guruhasi o'qib chiqib ketibman. Yozib ham turish kerak. Agar guruhingizda Siroj, Sardor, Bobur degan bolalar bo'lsa, toqqa chiqib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ular har doim qizga pul topadi. Jo'ralarga kelganda pulim yo'q, sharoitim yo'q deb bahona qiladi. Ye, arvoqchalar, tuchkasi ko'ryapti-ku bular. Yana birlashib toqqa chiqish uchun A yoki B sinflarda o'qigan bo'lish kerak. DVG sinfda bolalar komment portlatishini ko'rasan endi birgacha. Bola ozgina piyozinglar bilan uksusinglar bo'lsa, burchab qilib turinglar. Dugonalarimiz bilan dam olib, shashlik yeb o'tiruvdik-da. Ye, daji ayollar damoqdan chiqadi. Bizlar qachon chiqamiz? Ye, qayga? Ey, jo'ra xafa bo'lmaysan, xotindan so'ramay chiquvdik. Tez bormasak o'ldiradi. Ha, onasini bizni kecha tuxumdan chiqqan bolalar mayli, daji ayollar toqqa chiqib dam olayotganda biznikilar biri olmish santimetrlik xotindan qo'rqib toqqa chiqolmayapti. Ha, sinfdoshlar qachon bizlar ham bunday bir odamlarga o'xshab dam olamiz? Qachon?